Hammaga salom qizlar. Bugun sizlar bilan bir kunlik vlog bo'ladi. Sizlarga anchadan beri video qo'ymadim. Uje meni kommentariyalarimda nimaga video qo'ymay qo'ydingiz, nimaga videolar olmayapsiz degan kommentariyalar juda ham ko'p. No, bu vlogni ham ancha oldin olib qo'ygandim. Sizga hozir azuchka qilib qo'yib beryapman qizlar. Xullas, nimaga videolar olmaganim haqida alohida video qilib sizlarga tushuntiraman. Hozir bo'lsa bozorga ketyapmiz. Bozorga ketishga bo'lsa hozir sizlar bilan get ready qilyapman. O'zi bu videoni alohida qo'yishim kerak edi, no alohida video qo'ygim kelmadi. Shu videoni o'zida ham get ready qilib yubordim. Qaranglar, shunaqa rubashka, ichimdan lyamka, pastimga bo'lsa shunaqa qora shim kiyib oldim. Buni sipochkani bo'lsa menga ukam podarka qilgan tug'ilgan kunimda. Mana shu sipochkani bugun taqqim keldi nimagadir va ko'rayotganinglardek shunaqa sariq sumka tutdim. Kiyimimga moslab juda ham menimcha chiroyli turdi. Menga yoqdi, вроде нормально. Xullas, endi atir tanlashimiz kerak. Bugun men shunaqa shirin atir sepgim kelyapti. Menda shirin atirlardan ikkitagina bor ekan. O'zi men ko'proq qanaqadir murskoy, qanaqadir hidi o'tkirmasdi, lekin unisex bo'ladi-yu. Masalan, murskoyga yaqinroq atirlarni sepishni yaxshi ko'raman. Ko'pincha murskoy atirlar sepib yuraman. Onam bo'lsa nimaga murskoy atir sepmasan deydi. Xullas, ikkalasini hidlab ko'rdim. Menga bunisi vaqti shirinlik qildi. Ko'nglim aynib ketadi bu issiqda bu shiringa. O'shaning uchun mana bu ham o'tkirroqda, lekin unaqa shirin ham emas. Meni ayni didimga mos keldi. Qaranglar, bu atiri bilmayman nimaga men esimdan chiqarib qo'yganman, lekin hidi juda ham zo'r ekan. Kayfiyatim zo'rligiga qaranglar, chunki bugun sizlarga video vlog olaman. O'shaning uchun kayfiyatim zo'r. Xullas, keyin shunaqa ikkita zakvolka tanladim. Bularni qaysi biri tushishini bilmadim, lekin ko'proq rubashkamga oq, sariq rang tushgani uchun mana shu oqidan tanladim. Qaranglar, shunaqa qilib keyin sochimni yig'ib oldim. Ko'cha juda ham issiq bo'lgani uchun sochimni yig'ib olishga qaror qildim. O'zi bilasizlar, men uncha sochimni yig'mayman, ko'pincha yoyib yuraman, lekin bu safar shunaqa qilib yig'ib olishga qaror qildim. Вроде бы нормально turdi, qaranglar. Menga yoqdi, juda ham chiroyli. Xullas, men tayyor bo'ldim почти. Endi bo'lsa oyog'imga tapchi kiyib olishimiz kerak. Men bo'lsa shunaqa tapchka tanladim. O'zi nimaga tapchi krossovka emas, chunki hozir bizda chisti yozgi stil bo'ldi. Sochimizni ham yig'dik. O'shaning uchun men shunaqa tapchka kiygim keldi. Shu bilan endi biz bozorga ketdik. Video sizlarga yoqqansa videoga like bosib, menga obuna bo'lish sizlardan chiqmasin deyapman. Chunki buni get ready qilib alohida qo'ymoqchi edim, lekin shunaqa qilib vlogim orasiga tiqib ketgim keldi. Undan keyin bo'lsa oynaga qarab ozginchagina o'zimni sevib, undan keyin bo'lsa ko'chaga chiqishga ketdim. Xullas, hozir bozorga borib biz narsalar olib kelishimiz kerak. Kerakli qaranglar. Bu makiyajim juda ham chiroyli chiqdi. Menga o'zimga juda ham yoqdi makiyajim. Короче, keyin ko'chaga chiqdim. Quyosh issiq bo'lib yotibdi ko'cha va ozgincha mashina kutib turdim. Keyin bo'lsa mashina ham keldi, o'tirdim va men bozorga qarab ketdim. Bilasizlarmi, menga bu zakolkani nimasi yoqmadi, ozgincha yoqmadi. Lekin bu yerda havo ham normalniy. Zakolkani nimasi yoqmagan tarafi ko'rayotganinglarda menda orqada boshim tegib qolyapti. Zakolka botyapti boshimga. O'shaning uchun ikkinchi taqmayman dedim bu zakolkani. O'zi ham ko'ryapsizlar, asabim buzilganidan ham. Chunki men ko'proq suyanib ketishni yaxshi ko'raman-da, bu zakolka bilan bo'lsa bunaqa qilib bo'lmaydi. Xullas, keyin ikkinchi uyimga ham kelib oldim. Bu degani men bozorga keldim deganim. Nimaga ikkinchi uyim deyapman? Chunki har kuni почти kunim bozorda o'tyapti. Shirinlik pishirganim uchun baribir ham qaymoqlarni, narsalarni svejiy olib kelish kerak. O'shaning uchun hozir bo'lsa faqat idish olib ketishga keldim. Chunki kecha ancha hamma narsamni olib kelib qo'yganman, lekin shunaqa trifle bilan pirojniga idish olib oldim o'zim bilan. Keyin bo'lsa shunaqa issiqda mashinada qaynab pishib kelib oldim. Va ko'rayotganinglardek bularni ko'tarib yurish ham oson emas ekan qizlar. Sizlarga video ham olaman, plus juda ham charchadim qizlar. Qaranglar, juda ham qiyin bularni ko'tarib yurish. Boyagi настроениямdan asar ham qolmadi, chunki yo'lda magazinga kirib, tvorojniy olasizlarmi deganim yo'q deyishdi meni basharamga qarab. O'shaning uchun juda ham xafa bo'ldim. Qaranglar, настроение o'lgan. Xullas, agar trayfellarim ketmasa, uy-muy yurib trayfellarimni sochishga qaror qildim. Agar uylarning yoniga nabodoga bilmasdan borib qolsam, ko'rsanglar, kuturinglar, xullas meni uylarga borib qolishim mumkin. Xullas, shunday qilib kiyimlarimni almashtirib oldim va hozir sizlar bilan endi tvorojnilarimni pishirib olamiz. Xullas, men kecha aytganimdek hamma narsalarimni olib kelib qo'yganman. Undan oldin bo'lsa Abetimni qilib olamiz qizlar. Shunaqa qilib ukam bilan o'zimga tuxum qovurgandim. O'zicha yemayman deydi tuxumni.
Mayli dedimda o'zim yedim. Ko'rvasizlar, o'zimga juda ham ko'p pomidor bilan bodring to'g'raganim uchun va o'zimga 2 ta tuxum qovurganim uchun pomidor bodringlarni alohida qo'ydim. Men keyin qizilchani juda ham yaxshi ko'raman. Xullas, dasturxonimda faqat o'zimga yaxshi ko'radigan narsalarni qo'ydim, ya'ni tuxum, qizilcha, shunaqa qilib. Tishim qizil bo'lib qoldi. No mayli, endi qizil nima ham derdik, zato menga yoqadi. Juda ham mazza qilib yedim. Tuxumim ham qizil qarayli, shunaqa zo'rda, prosta tuxumimni ham ichini sarig'ini pishirmasdan pishirganim uchun menga juda ham yoqdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bizada shuncha narsani balkonga olib chiqib tashlaganmiz, chunki stenkamizni bo'shatganmiz. Ko'rayotgan bo'lsanglar, uyimizda gilamlar yo'q, chunki gilamlarimizni ham yuvishga berib yuborganmiz. Yuvgunicha va biz stenkani olishimiz kerak edi-da, zaldagi gilamni olish uchun. O'shaning uchun stenkani olayotganimizda shunaqa qilib gilamni olish uchun stenkani bo'shatgandik va balkonga hamma narsani olib chiqqandik. Keyin bo'lsa shunaqa qilib dasturxonlarni yig'ishtirib oldim, stol ustilarini yig'ishtirib oldim. Albatta hozir shirinlik pishirganim uchun hamma joy toza bo'lishi kerak edi. O'shaning uchun idishlarni ham yuvib oldim. Undan oldin bo'lsa shunaqa qilib ukamga kartoshka qovurib berdim. Tuxum yemayman degani uchun tannozlanib kartoshka qovurib berishga qaror qildim. O'zi ham aytdi, kartoshkalaringiz achilingani bor ekan, shularni menga qovurib bering degani uchun mayli dedim-da, shunaqa qilib tovoqchaga solib, tuz solib, shunaqa qilib aralashtirib oldim. Sizlarga ham tavsiya qilaman shunaqa qilishni, juda ham oson bo'ladi shunda. Gazimni kir bo'lib ketibdi deyishdan oldin o'ylaylar olguncha kir bo'lmagan, prosta ozgincha kir bo'lgan. Prosta keyinroq alohida video qilib bu yog'ini ham yig'ishtirib qo'yaman. Albatta negativchilar topilgani uchun shu narsani ham yozib ketdim. Mana bu yerdagi anaqamizda ham, kafelimizda ham ozgincha yog'lama bo'lib ketibdi. Nonli qizlab. Shunaqa qilib yog'im qo'zilguncha anaqalarni, xolodilniklarni tozalab keldim. Ko'rayotgan bo'lsanglar, soyamdan xolodilnikni tozaladim va shuncha idish to'planib ketdi. Shunaqa qilib kartoshkalarimni ham qovurib oldim va bularni tarelkaga solib oldim va ukamga berdim qizim. U yegunicha xonalarni bir sidra yig'ishtirib olishim kerak edi. Undan oldin bo'lsa qaranglar, ukam nima qilibdi? Короче, kirsam, mana shunaqa narsa qurib qo'yibdi-da, keyin nima qilding desam, zerikib ketdim, o'shaning uchun chayla qurdim deydi-da, tavba qildim. Shu yoshda ham odam shunaqa qilarmikan, tavba dedim-da, keyin shunaqa qilib mayli dedim, o'zim ham shunaqa qilib stol qo'yib, sochiqchani qo'yib, ovqatini olib kirib berdim. Undan keyin bo'lsa shunaqa qilib idishlarni ham yuvib oldim, qizlar. Idishlar ko'payib ketgan, chunki boya o'zim ham obed qilganman va xolodilnikni ham tozaladim. O'shaning uchun idishlarni ham olib, kim shunaqa qilib gelni ozmuncha suvga qo'shib, suyuqroq qilib qo'yadi. Men shunaqa qilaman masalan, chunki menga shunaqa ishlatish qulayroqda. Kim gelni o'zini ishlatsam, qanaqadir ko'payib ketadi, asabimga tegib, keyin yog'lama, ya'ni idishlardagi gel ketmaydi asabimga tegib. O'shaning uchun shunaqa suyuqroq qilib qo'ysam, o'zimga ham oson bo'ladi ishlatishimga deb shunaqa suyuqroq qilib qo'ydim va idishlarimni ham yuvib oldim. Undan keyin bo'lsa shunaqa qilib tvorojniyimni qilishni boshladim. Birinchi bo'lib turib biskvitini qilib oldim va listimni tayyorladim. Pergament qog'oz solib, shunaqa qilib qolipimni qo'yib oldim va qolipim nimaga bunaqa bo'lib ketganini bo'lsa so'ramayli, chunki bir marta yuvish esimdan chiqib qolgani uchun shunaqa sarg'ayib qolibdi. No, bu ta'miga ta'sir qilmaydi baribir. Hozir solishimdan oldin ham bir marta yuvib olganman, keyin shunaqa qilib solib oldim. Orada gazim yoqmagani esimga tushib qoldi. Gazimni ham yoqib keldim. Undan keyin bo'lsa buni duxovkaga tiqib yuborishimiz kerak endi. Duxovkada menimcha yarim soat 40 minutda pishib chiqadi bunimiz. Xullas shunaqa qilib tezda savordim va boshqa ishlarimni qilishni boshladim qizlar. Hozir men to'garakka ham ketishim kerak. Xullas ko'p vaqtim meni bu faqat tvorojniy bilan trayfel qilish bilan ketdi. Bundan keyin bo'lsa yana trayfellarni ham qilib oldim. Xullas ko'rsanglar, mana shuncha 9 ta trayfel qildim. Ko'rayotganingizda hammasi xolodilnikka solib qo'ydim, chunki meni morozinligim kelmadi, lekin morozinligim oldik qizlar. Ular haqida ham alohida videoda gapirib beraman. Xullas shunaqa tvorojniy va trayfellarim tayyor. Men bo'lsa juda ham charchadim, qaranglar. Oshxonada bir 3 soatcha, 4 soatcha ish qildim va juda ham charchadim, lekin eng alamlisi trayfellarimni yarmi vazirrat bo'lib o'zimga qaytib keldi. Ya'ni magazinlarda ketmaganda, xullas issiqda ko'plab shunaqa pirojniy va trayfellarni olmas ekan. Xullas keyin onam xonasidan yig'ishtirishni boshladim. Shunaqa qilib gilamlarimiz yo'q, qo'llarimiz nimaga bunaqa kir desanglar, bu kir emas, prosta uyimizni remont qilayotganda shunaqa yerda oq dog'lar qolib ketganda, baribir ketmagan o'sha payt artganimizda. Keyin bo'lsa shunaqa biz o'zimizni xonamizni ham yig'ishtirib oldim. Nimaga kiyimli yerda changda desanglar, xonamiz chang emas, chunki men kecha hamma xonalarni
qo'llarini belim og'rib artib chiqqanman. O'shaning uchun top-toza hech qanaqa kiyimlarni ham keyin yig'ishtirib oldim. Xullas keyin zalni yig'ishtirishni boshladim. Zalda bo'lsa boya ukam chayla qurgan, ko'rgan bo'lsanglar, buni ham men o'zim yig'ishtirdim. O'ziga yig'ishtirib turmoqchi edim o'zi, lekin mayli dedim-da o'zim yig'ishtirib qo'ya qoldim. Chunki ukam o'yin o'ynayotgandi, qanaqadir o'yin o'ynayotgandi. O'shaning uchun o'zim yig'ishtirib qo'ya qoldim. Ko'rayotganingdek rakku kuchlarimni ishlatib stollarni ham olib tashladim va bu yoqda ko'rpachalarni hammasini taxlab oldim. Eng yomon ko'rgan ishim mana shu ko'rpachalarni taxlash bo'lsa kerak. Meni o'zi eng yomon ko'rgan ishlarimda sizga alohida video qilib qo'ysam ekan deyapman. Chunki menga dazmol qilish yoqmaydi, ko'rpachalarni taxlash yoqmaydi, ko'p ishlar menga yoqmas ekan o'ylab qarasam. Xullas keyin shunaqa qilib baribir qilishim kerak ekan deb ko'rpachalarni shunaqa qilib stol ustiga taxlab oldim. Nimaga stol ustiga taxlabaman? Chunki baribir keyin gilamlarimiz kelsa, buni baribir boshqa xonaga olib chiqishimiz kerak. O'shaning uchun shunaqa qilib taxlab oldim, ustiga yostiqlarni qo'ydim va bu ko'rpachani ham olib chiqib tashladim. Undan keyin bo'lsa sushukani oldim va onam yoyib qo'ygan degan kirlarni yoyish esimdan chiqib qolgan ekan. O'shaning uchun mana shu sinimni partasini ustidagi men bu nima desa bo'ladi, nima edi nomi? Xullas partani ustiga soladigan chexollar bo'ladi, o'shanaqalarni ilib qo'ydim. O'zi men sinimni a'lochi bo'lishini nimaga xohlaganman? Prosta o'rtalardan balandroqda bo'lishini xohlaganim uchun shunaqa qilganman, lekin bunaqa no taraflari ham bor ekan. Ustozi bunga yuvib kelishga berib yuborgan qaranglar. Xullas shunaqa qilib keyin zalimiz ham toza bo'ldi. Undan keyingi navbat albatta koridorga keldi. Koridorimizni ham yig'ishtirib oldim birpasda. Sizlarni vaqtinglarni ko'p ketkazmay dedim-da, o'zim yig'ishtirib ola qoldim. Ko'p xonalarni sipirmadim, chunki kecha hamma xonani sipirib, tozalab, pollarni artib qo'yganman. O'shaning uchun prosta yig'ishtirib oldim. Oshxonamni qaranglar, bardak bo'lib yotibdi. Nimaga bunaqa birpasda bardak bo'lib ketdi? Chunki boya men pirojnilarni shu yerda pishirganman va boya ukamni, ya'ni zaldagi narsalarni ham, ko'p xonadagi narsalarni shu yerga olib chiqqanim uchun shunaqa bardak bo'lib ketdi. Idishlarni yuvgim kelmadi, chunki menda o'sha bunga vaqt qolmadi. Hamma joyi tozalagan bo'lsam ham, chunki to'garagimga kech qolaman. Keyin bo'lsa shunaqa qilib kiyim oldim va sizlarga paka-paka dedim-da, to'garagimga ketdim hozir. O'zi to'garagimga birinchi kech qolmasdan chiqib o'tdim. Uyimdan chiqqanimda hali kech qolmagandim. Lekin hali ham kayfiyatim yaxshi edi, chunki qiyin o'tgan bo'lsa ham kunim juda ham menga hali kayfiyatim buzadigan hech narsa bo'lmagandi. Lekin уже ko'chaga chiqdim, mashinaga o'tirdim, lekin men bu mashinani qaranglar, zapravkaga bizdan so'ramasdan shunday chiqib kirib ketganiga meni shu darajada asabim buzildi. Xullas shunaqa qilib darsimga borib oldim va ustozimdan ham gap eshitdim, chunki darsga kechib kelganim uchun ham uyga vazifalarimni ham qilmagandim. Qaranglar, kayfiyatim уже buzildi. Meni kayfiyatim уже menimcha normalniy bo'lmaydi, xafaman ko'rib. Undan keyin bo'lsa uyga borgim ham kelmasdan shunaqa qilib kelib oldim qizlar. Ko'rayotganinglardek kayfiyatim yaxshi emas. Hozir yaxshi to'g'ri, lekin o'sha kuni juda ham xafa bo'lgandim. To'g'ri, ayb o'zimdan o'tgandi, chunki ishlarimga ozgincha ulgurmay qoldim va ko'p telefon ishlatdim o'sha kuni. O'shaning uchun ishlarimga ulgurmay qolgandirman deb o'zimni o'zim ayblab, uyimga ham kelib oldim qizlar shunaqa qilib. Undan keyin bo'lsa bu yerda kalt turdim, chunki kaltim yo'q edi meni. Uyda ukam bor edi ketayotganimda, ukam ham ketib qoldi. O'shaning uchun ozgincha kalt turdim, keyin singlim keldi va uyga kelgandan keyin uncha sizlarga video olgim ham kelmay qoldi уже, lekin keyin enamlarga ketdik. Shunaqa trayfellarni oldim magazinga topshirish uchun. Общий bizada 9 ta trayfel bo'lgan bo'lsa, 5 tasini magazinga topshirgandim. Atiga 2 taginasi sotilibdi, 3 tasi o'zimga vazvirat bo'lib qaytib keldi. Qizlar shunaqa qilib keyin mashinaga onam keldilar va mashinaga o'tirib biz kelib oldik. Yaxshi ham meni kayfiyatim yo'q paytda ba'zi paytlarda onam va singlimning kayfiyatlari yaxshi bo'lsa, meni kayfiyatimni ko'tarishadi va уже meni kayfiyatim ham ozgincha ko'tarildi va shunaqa qilib magazinga kelib oldik. Shunaqa uzun bog'dagi, kim bilsa agar uzun bog'dagi magazinga topshirgandim. Shunaqa qilib trayfellarimni ko'rvosinglar bo'ladi va keyin biz o'tirdik mashinaga va ularni uylariga ham kelib oldik qizlar. Magazindan bir ikkita o'zimizga narsalar olgandik va enamlarga ham narsalar olgandik. Shunaqa qilib ovqatlandik va bu yerda men beshik devratar ko'rdim. Buni birinchi ko'rganimda chigirtka deb o'ylaman, lekin beshik devratar ekan. Xullas keyin uyga ham kelib oldik. Men juda ham charchaganman va
ko'rib olsanglar bo'ladi. Yuzimni sizlarga qo'ymadim chunki botda juda ham g'alati tushib qolgandim. Undan keyin bo'lsa birpasda sizlar bilan kiyimlarimni almashtirib oldim va xullas shunaqa qilib onamning ko'ylaklarini kiyib oldim. Bu onamning nochnoy ko'ylaklari, lekin hozir o'zlari kiymaydilar, lekin menga juda ham yoqdi. Qanaqadir ertaklardagi kiyimga, malikalarning kiyimiga o'xshaydi. No, xullas shunaqa qilib keyin sizlarga kuchimni ko'rsatib qo'ydim. Negativchilarim bitta kellaring dedim. Xullas shunaqa qilib bu videomiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Mani vlogim. Ko'rganingiz uchun rahmat. Video sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yishingiz sizlardan chiqmasa, undan keyin tvorojniy shunaqa bezatib, men uxlashga yotdim. Hammanglarga xayrli tun.